بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اللهم ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli ustozlar, peshqadamlar, qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo har biringlarni har vaqt har joyda xotirjam salomat qilsin. Bugungi darsimiz, ya'ni tilni saqlash to'g'risidagi darsning davomi. Bu biraz uzunroq tema bo'lganlikdan bir qanchaga bo'lib so'zlashni muvofiq deb qaradik. Chunki ba'zi temalarningki o'zini aytib yaxshi tema, ammo biroz vaqti uzun bo'lganlikdan biroqlam so'zlansa, balkim anglovchilarning vaqtiga yetishmay qolib qolish ehtimolli bo'lganlikdan buni bir qancha bo'lakka bo'ldik. Bu 3-chi qismi tilni saqlash to'g'risidagi temaninki. Val qadar qudratillahi val iman bihi ruknun minal iman. Ya'ni bu taqdir, ya'ni ishlarningki o'lchimi belgilimisi Allah'ın kudreti, Allah'ın o'rinlashtirishi bilan bo'lgan ish. Shunga buningga ishonish iymonning bir asosiy hisoblanadi. Agar bir ish bo'lib qolsa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadisda bayon qilgandek, Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda, "Law anni fa'altu kana kaza va kaza, fa inna law taftahu amal ash-shayton", rawahu Muslim. Ya'ni bir odam bir ishni qilib, u ish u odamningki ko'nglidek bo'lmasa yoki aksicha bo'lib qolsa, agar men mandaq qilgan bo'lsam, bu ishim mandaq bo'ladi degan so'zni demaslik kerak. Haqiqatan agar anda bo'lgan bo'lsa, agar manda bo'lsa degan bu lav degan so'z shaytonning amaliga ish kechib turdi. Shunga shayton doim qudratqullik qilib insonni ozdirishga tirishadi. Şuna bir iş bo'ladi ekan, har qanday ish Allohning belgilimisi, Allohning o'lchimi, Allohningki taqdiri bilan bo'lgandan keyin, ish bo'lgandan keyin, "Hey, men manda qilgan bo'lsam, ma ishim mandaq bo'ladi" deganning foydasi bo'lmaydi. Qadarallohu ma sha desak, shuni o'zi kifoya qiladi. Shuningdek, hamda taqdirni, ya'ni bizning belgilangan belgilama o'lcham bizga mayli dünyada yemek içmek, turmuş maişte kandak taraftan Allah taraftan belgilengen narsa çokum buludu. Bunu hem de üç güreş, ağzaki mesela bunun karşı duruş bu cahiliyetin işlerinin katarıdır. Şuna bu doğruda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani İmam Müslim özün sayı kitabı bayan kılan hadiste deydi. Ve naihatu izâ lem tetub qabla mevtiha tuqamu yevmel kıyameti ve aleyha sirbalun min qitranin. Ay qamisun muhriqun ve dir'un min jarabin, rawahu Muslim. Yani burunqi davrlarda yig'lab pul oladigan ayollar bor ekan, bir yerda o'lim yetim bo'lsa, siz bir kun yig'lab berasiz, men pul berman deb buni yig'lab akildi ekan. Ya'ni shu bundaq shu o'limga yig'lab berib pul topadigan, xuddi yangi davrdagi naqsh o'qib pul topadigan naqshchilarga o'xshash. Bunday ayollar o'lib ketishni ilgari tövbe qilmay shu holatda o'lib ketib qolsa, qiyomat kuni bularning ustida shu o'tliq kuydirgich raqtim bo'lgan bir ko'ynak bor. O kuydirgich moddasi bo'lgan, badaniga tegib o'g'chilar kuydirib kul qildigan. Va shundaqlar to'mirlardan yasalgan to'mir kiyim bor. Do'zaxda ya'ni o'tning sho'lisini ko'rib o'g'chi qizib odamni azoblaydigan. Demakchi, Allohning taqdiriga qarshi chiqib bir söylep geçse hem de vay dadam, vay yani çoğam, siz ölüp ketli, biz qanday qilamiz, bizni kim bakıdı, biz nemi külünü köremiz deydigan, manda bir taqdirga qarshi chiqadigan gap so'zlarni qilib, dad faryod qilish, nala qilishning o'zimi, bumi jahiliyatningki odatlaridan taqdirni o'ch ko'rganning qatoridan hisoblanadi. Hamda Alloh subhanahu va taolo kech kunduzni almashtirib turdi. Kech kunduzda bo'ladigan ishlarni Alloh o'zi tadbir qilib, Alloh bekitdi. Unda bo'lgandan keyin zamonni tillash, ya'ni zaman buzildi, bu hajab anda kechi bo'ldi, manda kunduz bo'ldi deb buni tillashning o'zi iymonni buzib yetadi yoki iymonni ojizlashtirib qo'yadi. Buning hammasi shu tilga aloqador bo'lgan masalalar. Shunga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarda deydi, bu hadis qudusi, Alloh subhanahu va taolo deydi, Allohu taolo yu'zini ibn Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibu al-layla wan-nahar muttafaqun alayh. Allah subhanahu wa taolo aytadi, odam avlodlari menga aziyat yetkazadi. Bular zamonni tillaydi, deshnam qiladi.
Altidiki men zamandırman. Yani keç gündüzni men almashtırman. Zamanning ishlarini men tadbir qilaman. Zamanning ishlari mening tadbirim, mening o'rinlashtirishim bilan bo'ladi. Bularning zamanning tilligini, shu zamanning ishlarini tadbir qiluvchi zotni tilligini aziyat yetkazgani bo'ladi. Shuningdek, hamda har qanday odam Allohga yomon gumon qiladi ekan, kishilarni Allohning rahmatidan umidsizlantirdi ekan, bu odam o'zini Allohninki azobiga, Allohning jazosiga to'g'ri qilgan bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Bani İsrail'den bo'lgan bir abid, ya'ni Allohga ibodat qiladigan bir odamning voqeligini so'zlab shunday deydi. Bu odam shu Bani İsraildan aytib gunoh ma'siyatni ko'p qiladigan, Allohga bek osiylik qiladigan bir odam bor ekan, shu odamni ko'rsatib turib, Alloh bilan qasam, Allah subhanahu va taolo falon odamni kechirim qilmaydi deb qasam bilan ta'kidlab shu so'zni qilgan. Ya'ni Allah subhanahu va taolo aytganki, meni falonini kechirim qilmaydi deb mendan ustunlik talab qilib menga qasam qilgan odam kim? Bu qanday odam? Haqiqatan men shu faloni asi bandamni kechirim qildim, sening amalingni bekor qilib etdim. Bu nima sababdan bo'ldi desa, tilning sababidan bo'ldi. Inson tilga diqqat qilmaganda bir ömür ibadet bilan o'tab, xato so'zni o'zining amalga bekor qiladigan gapni qilib qolsa, qilgan amallari bekor bo'lib ketadi. Shuning uchun tilni muhofazat qilish kerak. Yana Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bayon qilingan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam deydi, bir odam, ya'ni bir so'zni so'zlaydi, shu sababdan, ya'ni o so'zni so'zningki oqibatning yomon bo'lganligi sababidan o'zining dunyo oxiratligini yo'q qilib etadi. Yana bir hadisda bir odam halakannas, insonlar halok bo'lib ketdi desa, bu odamning o'zi ularni shu halok qilgan bo'ldi. Ya'ni shu demakki, umumga tashvish keladigan, umumga ziyon yetadigan, umumga qo'rqinch paydo qiladigan bunday so'zlarni buningdan tilimizni yig'ishninki muhimlik chiqadi. Shuningdek, hamda g'aybni bilish, g'ayb ilmini bilish bu Alloh xos ish. İnsan g'aybni bilmaydi. Shunga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Qul la ya'lamu man fis samawati val ardil g'ayba illalloh." Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganki, osmon zimindagi g'aybni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Shunga Payg'ambar alayhisalom yana bir hadisda, Muslim rivoyat qilgan hadis, har qanday odam bir rambal baxshining qishiga berib, undan shu g'aybdan bir narsani so'rab qolgan bo'lsa, bu odamning 40 kunlik namozi qabul bo'lmaydi. So'ragan bo'lsa. Yani bir hadiste İmam Ahmed rahimallahu keltirgan hadiste men ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem. Her qanday bir odam rambal baxshi bularning qishiga o'rab, uning degan gapiga ishinib qolsa, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga nozil qilingan shariatga, Qur'oni Karimga, haq dinga kafir bo'lgan bo'ldi. Bir narsa so'ragan odamning namozi qabul bo'lmaydi 40 kungacha. Aning gapiga ishongan odam yani dindan chiqib qolgan bo'ladi. Shunga qalaymaqan gap so'zlarga, alijoq so'zlaydigan kishilarning gap so'zlariga ishonmaslik tayin muhim. Ya'ni shundaqla cheklangan ishlarning eng kattalaridan bilmay turib Alloh to'g'risida gap qilish. Bu to'g'rida ya'ni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Qul innama harrama robbiyal fawahisha ma zahara minha va ma batana wal ithma wal baghya bighayril haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allohi ma la ta'lamun." Oyatning qisqa tarjimasi Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganki, haqiqatan mening Robbim oshkori yoshirun fahisha nachar ishlarning hammasini chekladi, harom qildi. Gunoh ma'siyatni, haddidan ishishni haqsiz buni chekladi. Ve shundaqla Allohga, Allah subhanahu va taolo dalil isbot tushmagan, hujjat nozil qilmagan bir ishni Allah bir ishda Allohga sherik keltirishni chekladi. Ve shundaqla bilmay turib, oqibatini bilmay, ishning haqiqatini bilmay turib, Allohga, Allah borasida so'z qilishinglarni chekladi. Shuningdek, hamda dinni zangli qilish, dinni masxir qilishmi, bu shu odamni, ya'ni dinni zangli qilgan, masxir qilgan odamni dindan chiqarib o'tadi. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum." Yani bu oyat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Tabuk urushidan qaytayotgan nozil bo'lgan oyat. Bir qism munofiqlar peshqadam sahobalarni masxir qilib, bular qo'saqqa amroq, urushni qo'rqinchoq, sapning keyniga o'tib oladi. Urush deganni biz qilamiz. Bular shu qo'saq o'qidigan odamlar, ya'ni bu molla degan qo'saq o'qidigan odamlar, qolgan nima ish bilan xushi yo'q degandek masxir qilib so'zni qilgandan keyin
Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber aleyhisselamı vahiy kılıp etqini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizler Allah'ın ayetlerini Allah'ın peygamberini sağlık kılıp atamsizlar. Bo'ldi üzr etmanglar. Sizlar iman etgandan keyin kafir bo'lib ketdinglar deb bu hukmni yetkizgan. Bunun hammasi nima desa, endi shu inson tilni saqlamaganlikdan, tilga ega bo'lmagan vaqtida bilib bilmay har xil so'zlar chiqib ketadi. Shu sababdan inson o'zining dunyo oxiratligini yo'qotib qo'ydi. Alloh subhanahu va taolo har birimizni tilimizni saqlaydigan, tilimizni Alloh yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan zikr, tasbih, istig'for, durud, yaxshi so'zlar, vaz, nasihat, amr ma'ruf, nahy munkar shuningga ishlatadigan va Alloh cheklagan g'aybat, shikoyat va qatorliq nachar ishlardan yiroq qiladigan, haqni so'zlaydigan mu'minlarning qatoridan qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.